500 ming so'mdan yakkali spalnilar beraveramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar uchun yakkali spalnilarimizni taxlab qo'yganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, nima uchun bizdan spalni sotib olishingiz kerakligini 15 sekund ichida tushuntirib beraman. Videoni o'tkazib yuboring. Chester fasondagi yakkali spalnimiz materiallari mo'shi bo'ladi. Sondiqlar ochiladi, suvaylar rastki laminatdan, taglari PDF bo'ladi, deb. Xo'p, bu spalnimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu spalnimiz narxi 1 150 ming so'm. Bu spalnimizga keladigan bo'lsak, panda modelimiz. Bu panda modelimizga ham materiallari mo'shi, sondiqlar ochiladi. Bunimiz ham rastki laminatdan bo'lgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu spalnimizni 1 100 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yakkali spalnilarimizga keladigan bo'lsak, high-tech model. Bularimiz ham materiallari mo'shi bo'ladi. Ustida bemalol shunaqa sakrab irg'ib yurishingiz mumkin. Mustahkam, kanapchalari bor. Bularimiz ham sondiqlar ochiladi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Faqat bunimiz oshirma oshiqli bo'ladi. Bunimiz ham rastki laminatda bo'lgan. Bularimizni donasini 750 ming so'mdan qilib beramiz. Yo'pa. Xo'p, bu spalnilarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bularimiz yangicha model. Sidon materialdan bo'ladi. Bularimiz ham rastki laminatdan. Bularimiz ham sondiqlar ochiladi. Bular ham oshirma oshiqli bo'ladi. Xo'p, bu spalnimizning narxini 595 ming so'mdan qilib beramiz sizlar uchun. Sizlarga boshida aytgan 500 ming so'mlik spalnilarimiz mana shulardan iborat bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bularimizni sondiqlar ochilmaydi, lekin mustahkam qilib ishlangan, bemalol xarid qilishingiz mumkin. 500 ming so'mdan ashyakkali spalnilarimizni qilib beramiz. Yetkazib berish xizmatlarimizga keladigan bo'lsak, Andijon shahri bo'ylab bepul, boshqa joylarga kelishilgan arzonroq qilib yetkazib beramiz. Kimga shunaqa yakkali spalnilar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.